Voy charchab ketdim. Endi uyga borib uxlashim kerak. Va nihoyat uyimga keldim. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Fenzo. Bugungi videomizda xullas har doimgidek ishlarimizni qilamiz va menga tug'ilgan kunim bo'ldi kecha. Shuning uchun menga ikkita tort tashlab ketishdi bolalar. Xullas endi bularni ertalab uyda yeb olamiz va har doimgidek ishlarimizni qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Xullas mana yeb olamiz endi ozgina. Qorin to'q. Ataj narsalarimizni olamiz endi. Olamiz narsalarimizni endi. Xo'p, matigani olamiz. Bo'ldi, boshqa ozgina ovqat olamiz, bo'ldi. Xullas bo'ldi, boshqa narsa kerak emas bizga. Endi har doimgi ishlarimizni qilamiz va bonito. Uzra bolalar. Xullas o'tkazib kompyuterxonaga bordim va kompyuterxonada kompyuter tomosha qilib o'tiryapti. Shu asha chiqib qoldi. Bonito chiqdi. Keyin bonito bilan jang qildik. Shunga g'alaba qozondik. Hazil bolalar albatta. Xullas shunaqa olamiz va endi bu taraf men xolos, bu taraf jitellarchi uyga tashab chiqaman keyin. Yo-mayo. Kim bu? Oskirchi. Narsalar tashlab qo'yamiz. Bunda bug'doydan non yasaymiz. Buni tashlab olib ketdik. Kim ekan bu? Yo-mayo, kim bu? Man chiqishki babam, eno fama, importni bomshman. Yo-mayo. Salom, yaxshimisiz? Yaxshimi, o'zi yaxshimisiz? Kimsiz? Yaxshi. Men mana shu yerda yashayman. Yaqinda keldingizmi? Uyingiz yo'qmi? Men bo'g'mishman. O'zi ismingizdan bilinib turibdi o'zi. Xo'p, qancha bo'ldi kelgansiz? Kecha kelganman. Mayli. Xo'p. Nimangiz bor o'zi? Shu loyim bor xolos. Shu loydan boshqa narsangiz yo'qmi? Yo'q, bitta terdan ishlayim bor. Nima qilsa bo'ladi? Ana. Bolalar bunga e'tibor bermanglar. Qamoqxona bu. Xo'p. Ishlayim qarang. Ko'zlaringiz to'silib turar ekan. Haqiqiy importni bomb ekansiz-da. Bo'g'mishinglar. Xo'p. Mayli, unda nima sizga vaqtinchalik yashashga uy berib turamiz. Qaysini? Bo'laveradimi? Bo'ladi. Bo'lsa hamma Pulim yo'qdi. Mayli, ozginaga. Mayli, hamma narsalaringizni yig'ishtiring unda. Tuzib chiqing hamma narsalaringizni. Tuzish boramiz. Ikki soatda buzaman. Bo'ldi, oldingizmi hamma narsalaringizni? Xo'p, ketdik unda. Xo'p, sizga qaysi uydan bersa ekan? Xo'p, bu mening. Mana shu yo'llagan. Bu mening. Tamam. Xo'p, meni uyi, qishloqlarning uyi. Uyingizga bir burchakdan uy beramiz endi. Yashab turishga bo'ladi. Faktor ham oldingizmi? Bitta. Sizga hozircha mana shuni berib turamiz. Keling. Va merga aytaman, sizga ish beradi. O'sha ishdan siz pul topasiz va katta uylardan olasiz. Mayli. Unda bo'pti, xayr, yaxshi dam oling. Bo'pti. Ertasi kuni ertalab nihoyat turib ham oldim. Endi qishloqlar bilan ozgina gaplashaychi. Mer qachon kelarkan? Salom qishlog'i, qalaysan, yaxshimisan? Da, Fenzo yaxshiman, o'zi yaxshimisan? Shu qishloqqa kecha borishim qoldi. Shu borish qayerda ekan bilmayapman-da. Shuni sen o'zing bilasanmi? O'sha men olib keluvdim, o'sha bo'lmishdi. Keluvchi kecha
qishloqda nimadan qaytarsam, короче, огород tozalab olib chiqayotsam, o'sha bo'lmishdi, qishlog'imiz bir chekkasida qurayotganini ko'rib qoldim, loydan qurgan ekan. Shuning uchun yaqinda bitta jitilimiz chiqib ketuvdi-ku, xuddi o'shani uyini berib turdim vaqtinchalikka. Keyin mer keladi yaqinda, shu o'shanda beradi, ish berishi mumkin. Ya'ni o'shanda birga ishlab, o'sha pulni olib boshqa uy sotib olmoqchi. Shunaqa niyatda endi biz qishlog'imizga bu ham endi короче qo'shildi demoqchiman-da endi. Короче shunaqa. Nu yaxshi qipsan. Bilmadim endi men qachon keladi. Shu kelganda endi maslahat olasizlar-da. Bilmayman, qishloq nimasiga aralashmayman. Короче bilmayman-da, endi merkez o'zi hal qiladi. Ular shunaqa yashab turaversin-chi, mayli-da. Mayli, men bu yerda kech tushib qoldi. Mayli, yaxshi dam ol. Mayli, xayr, men ham ozgina dam olaman unda. Bolalar, короче, sizlarga qishlog'imizga bo'lmish keldi. Birinchi qism videosi yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, takrorlanmas layklarni bitta bosib qo'yishlarini so'rab qolaman. Bu sizlarga osonlik tuyuladi, lekin bizga katta motivatsiya bo'ladi. Bolalar, kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib qo'yinglar. 6000 taga oz qoldi.